Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz mehmonlari skuter narxlari arzon bo'lsin, yangilik modellar chiqsa olaman deganlar bo'lsa, mana bugun sizlarga barcha turdagi skuter narxlari hamda yangilik skuterlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda mana siz izlagan barcha turdagi skuterlardan bor akalar. Xudo xohlasa narxlarini juda arzon narxda chiqarib beramiz va O'zbekiston bo'ylab dastavkalar qilib beramiz. Dastavkalarimiz pullik bo'ladi, sizni joylashgan joyingizga qarab. E'tiborli bo'lib turinglar, narxlarini tanishtirib o'tamiz. Qaranglar, bu yerda eng arzon modellarimizdan boshlaymiz. Cho'ntak 14 modellari bu full pozitsiyasi hisoblanadi. Ya'ni balonlarga e'tibor beramiz. Ancha shiroki, orqaga, oldiga yuradigan xususiyatlari bor akalar. Xo'p, bularimizni oddiy varianti bor. Baloni oddiy bo'ladi va orqaga, oldiga yurmaydigan varianti bo'ladi akalar. 14 balon, 4 ta akkumulyatorlik, motor quvvati 240 vatt, tezligi DTS'da 25 dan oshmaydi. Sport rejimda 55 tezlikka chiqadigan varianti. Buni oddiy varianti 3 million 400 ming so'm aytib sotilar edi akalar. Chegirma qilib 3 million 200 mingdan chiqarar edik. Hozirgi chegirmamizda 3 million so'mdan chiqarib beramiz. Faqat yo'l pulini to'lab olasizlar akalar. Bu variantini esa parametrlari bir xil, faqat balon razmerida, ya'ni shirokiyligida farqi bor, oldiga orqaga yuradigan xususiyati bor. Bu modelimizni 3,5 baho aytib kamaytirib berayotgan edik. Hozirgi chegirmamizda 3 million 100 ming so'mga chiqarib beramiz akalar. Hamma skuterlarimizni komplektida kaska, jilet, zaryadka, bakovoylari chiqadi akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Cho'ntak 14 modelimiz. Ana endi bu tarafga o'tadigan bo'lsak, cho'ntak 16 modellarimizni full variantlaridan bo'ladi akalar mana. Balonlarda ham o'zgarishlar bo'lgan. Oldi tarafi jidkis tormoz, orqa tarafi tros tormozli bo'ladi akalar. Oldiga, orqaga yurish xususiyatlaridan bor. Mana kimga qanaqa rangi kerak bo'lsa, barcha ranglardan qilib beramiz akalar, xudo xohlasa. Bularimizni narxini 4,5 million baho aytib, chegirma narxida 4 million 300 ming so'mdan qilib berayotgan edik. Hozirgi holatda akalar, xo'p, buni oddiy variantini 4 million rovna qilib beramiz, ya'ni orqaga yurmaydigan variantini. Full pozitsiyasini esa akalar 4 million 100 ming so'mga chiqarib beramiz akalar. Agar narxlari arzon aytayotgan bo'lsak, albatta like bosib kuzatishda davom eting. Bu yog'i undan ham bomba bo'ladi akalar. Xo'p, bu yerda qo'shfara modelimiz, kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Dugasiz holatda akalar, buni 5 million so'm ozmoz o'tib beradigan joyi bor edi. Obunachilarimiz uchun 4 million 800 ming so'mga qilib beramiz. Oldi tormozi trosli bo'ladi, orqa tormozi esa jidkis tormozli bo'ladi. 5 ta akkumulyatorlik, 16 balonlik. Bitta quvvatida 5 ta akkumulyatorli skuterlarimiz 50-60 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'ta oladi. Deyarli barcha skuterlarimizda DTS hamda sport rejimlari bor akalar. Ya'ni 25 dan oshmaydigan rejimi bor va 55 ga chiqadigan rejimlari bor akalar. Ana endi veloskuter ishqibozlari bo'lsa, 20 balon sakadiskalik, oldi tarafi jidkis tormozlik, orqa tarafi tros tormozlik 5 ta akkumulyatorlik veloskuterimiz bor. Ham pedalidan minib haydasangiz, ham akkumulyatoridan haydasangiz bo'ladi. Bu full variant, ya'ni oldiga, orqaga yurish xususiyatlari bo'ladi akalar. Bu bitta zaryadkasida 50-60 kilometr masofani bosib o'tadi. Narxiga keladigan bo'lsa, akalar 5 million chegirma qilib 4 million 800 ming aytayotgan edik. Hozirgi chegirmamizda 4 million 600 ming so'mga chiqarib beramiz akalar. 50-60 kilometr masofani bemalol bosib o'ta oladi. Ana endi navbatdagi modellarimiz, bu tarafga o'tamiz. Xo'p, Li 9 modellarimiz, ya'ni Duga 5 modellarimiz hisoblanadi. Ko'rinishi nima deyapti akalar? Bitta baho berib ketasizlar. Xo'p, 5 ta akkumulyatorlik, 16 balon, sakadiskalik, oldi tarafi jidkis tormozlik, orqa tarafi tros tormozli hisoblanadi. Oldiga, orqaga yurish xususiyatlaridan bo'ladi akalar. Xuddi shunday holatda telefon qo'yish uchun postavkalari bo'ladi akalar. Xo'p, bu modelimizni 5 million 400 ming baho aytib, chegirmamizda 5 million 200 ming so'm qilib berayotgan edik. Hozirgi chegirmamizda esa akalar taqalgan joyini 5 million so'mga chiqarib beramiz. Yo'l pulini to'lab olsangiz bo'lgan akalar. Albatta kanalimiz obunachilari uchun akalar. Xo'p, navbatda bu yerda 2 balonlilar tugatib olamiz. Ana undan so'ng 3 balonli skuterlarimizga o'tamiz akalar. Xo'p, Tank 5 full variantlarimiz. Mana ko'pchilik biladi. Tank 5 variantimizni Pro varianti bor. Baloni oddiy bo'ladi, ya'ni 16 balon va orqaga yurish xususiyatlari bor akalar. Buni 5 million 400 baho aytib, 5 million 200 ming qilib berayotgan edik. Tank 5 Pro variantimizni hozirgi chegirmamizda 5 million so'mga chiqarib beramiz akalar. Va full variantimizni esa 5 million 200 ming so'mga chiqarib beramiz akalar. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xususiyatlari mana balonlari xuddi shunday bo'ladi. Shiroki holatda bo'ladi. Oldi orqa tormozlari jidkis tormozlik.
Xo'p, akkumulyatorlar 5 talik bo'ladi. Bitta to'liq quvvatida 50-60 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Oldiga, orqaga yurish xususiyatlari bor va mana bunday telefon postavkalari bo'ladi. So'raganlar uchun egarlari mana 2 talik o'rindiqli bo'ladi. Haydovchi hamda bitta yo'lovchi bemalol ketsa bo'ladi. Barcha skuterlarimizda kaska, jilet, zaryadka bakovoylari bo'ladi akalar. Xuddi shunday holatda full variantimiz, ya'ni Tank 5 full variantimiz 5 million 500 baho aytib sotilar edi. Ya'ni chegirma qilib 5 million 300 qilib berayotgan edik. Hozirgi chegirmamizda 5 million 200 mingdan qilib beramiz akalar. Tank full bilan Tank Pro variantini balonlarida farq qiladi akalar. Bular shiroki bo'ladi va oldi orqa tormozi jetkis tormozli bo'ladi. Tank Pro variantimizda baloni oddiy 16 balon bo'ladi. Oldiga orqaga yurish xususiyati bo'ladi akalar. Ikkalasi shu joyda farqlanadi. Ana endi bu yerda so'raganlar uchun xuddi mototsiklni eslatadigan mana bu ko'rinishdagi skuterlarimiz bor. Akalar, buni oldingi narxlarida $600 baho aytib sotar edik. Mana tormoz tizimlariga e'tibor berasizlar. Oldi va orqa tormozlari jetkis tormoz bilan jihozlangan. Mana xuddi mototsiklning emotsiyasini bera oladi akalar. 6 ta akkumulyatorli hisoblanadi. Buni $600 baho aytgan edik. So'mda hisoblasak 7 million 350 ming atrofida chiqar edi. Hozirgi chegirmamizda esa 7 million so'mga chiqarib beramiz akalar. Kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Ana endi bu yerda go'zallik shaydolari bo'lsa, xuddi shunday yangilangan Derski modellarimizdan kelgan akalar. O'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Ko'rinish jihatdan ham juda ham chiroyli modellarimiz. Mana sandiqchalari bir xil. Sidinalarga e'tibor beramiz. Tesla modelimiz bu. Sidinasi ozgina kichkina bo'ladi. Yangilangan CZ modelimizda sidinasi anchagina keng bo'ladi akalar. 6 ta akkumulyatorli hisoblanadi. Xuddi shunday holatda. Mana CZ modelimiz. Balonlari shiroki balon. Oldi orqa tormoz tizimlari jetkis tormozli hisoblanadi. Bitta to'liq quvvatida 60-70 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. 6 ta akkumulyatorli akalar. Qora seriya mana bunday tomli siniy ranglaridan bor. Buni narxini akalar 5 million 500 ming so'mga chiqarib beramiz akalar. Xuddi shunday holatda. Bu modelimizni ham ko'rishimiz mumkin. Tesla modelimiz. Oldi orqa tormozlari jetkis tormozli bo'ladi. Balonlari shiroki redline balon. Mana o'zingizlar bitta baho berib ketasizlar. Xuddi shunday holatda bo'ladi. Minish uchun juda qulay. Savlati o'ta go'zal holatda bo'ladi. Bu orqaga yurmaydigan varianti bo'ladi akalar, 6 ta akkumulyatorlik. Xo'p, buni narxini akalar, buni ham 5 million 500 ming so'mga chiqarib beramiz. Xuddi shunday holatda. Xo'p, bu yerda Ninja modellarimizdan bor. Ninja Pro, Ninja oddiy variantlar. Mana bu orqaga yurmaydigan variant. Bular esa orqaga yuradigan variantlaridan akalar. Xo'p, e'tiborli jihati Ninja modelllarimizni tormoz tizimlari oldi va orqa tormozlari jetkis tormozli bo'ladi. 5 ta akkumulyatorlik, bitta quvvatida 50-60 km masofani bemalol bosib o'ta oladi akalar. Xo'p, bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, buni 5 million 400 ming baho aytib, chegirmada 5 million 200 ming qilib berayotgan edik. Hozirgi bahosini yoppasiga 5 million so'mdan chiqarib beramiz. Oddiysini ham, orqaga yuradigan variantini ham chegirmamizda 5 million so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Oldi orqa tormozi jetkisli 5 ta akkumulyatorlik Ninja 5 modellarimiz. Xuddi shunday holatda. Ranglariga mana o'zingizlar e'tibor berasizlar. Qora bilan qizil kombinatsiya qilingan, seri bilan sabzi rang kombinatsiya qilingan va bu yerda zangori bilan sariq rang kombinatsiya qilingan variantlari bor akalar. Ana endi bu yerda uka oyoq qo'yadigani sal pastroqda keng bo'lsin, sidinasi ham keng bo'lsin deganlar bo'lsa, mana bu turdagi skuterlarimizdan kelgan akalar. Xuddi shunday holatda. Akkumulyatorlari oyoq tagida emas, sidinani tagida bo'ladi. Sidinasi ham anchagina keng bo'ladi. Ikkita odam bemalol o'tirsa bo'ladi yoki katta vaznli insonlar ham bemalol o'tirib, xotirjam minib ketsa bo'ladi. Mana oldi sahnasi ham anchagina keng bo'ladi akalar. Bu modellarimiz 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Bitta quvvatida 50-60 km masofani bosib o'tsa bo'ladi. Balonlari 16 balon. Xuddi shunday holatda bo'ladi. Oldi orqa tormozlari jetkis tormozlik, shiroki bo'ladi. Mana bu 16 balonning oddiy varianti. Bu esa mana 16 balonning shiroki varianti akalar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, buni narxini akalar, xo'p, 5 million 500 ming so'm baho aytib chegirmamizda arzonlatib berar edik. Hozirgi chegirmamizda esa 5 million 200 ming so'mga qilib beramiz akalar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bundan tashqari akalar, 3 balonli skuterlarimizga keladigan bo'lsak, mana eng kichkinasidan boshlaymiz.
5 ta akkumulyatorlik 3 ballonli skuterlarimiz sidinalari oldiga, orqaga suriladigan variantlari. Oldidan mana ikkita o'tirg'ichi ham chiqadi. Mana bitta yosh kattaroq, yosh bola va bu yerda mana bog'chaga qatnaydigan yosh bolani o'tirg'izib, buni ushlatib qo'yib ketsangiz bo'ladi akalar. Xuddi shunday holatda. Buni narxini $600 baho aytib sotar edik. Hozirgi chegirmamizda $580 qilib beramiz akalar. Xuddi shunday holatda. Agar so'mda hisoblaydigan bo'lsak, taqalgan joyini 7 million so'mdan chiqarib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Bitta quvvatida kamida 40 km masofani bemalol bosib o'ta oladi akalar. Xuddi shunday holatda. Mana sarg'imtir rangi bor va mana bunday seriy ranglardan bor. 7 million so'mdan ulgurib qolishingizni tavsiya qilamiz akalar, sababi soni cheklangan holatda. Ana endi 200 kilolik modelimiz 5 ta akkumulyatorli bo'ladi, 32 likdan joylashtirilgan. Orqa o'rindig'i mana ikkitadan bemalol sig'adi. O'rindig'ini yotqizib qo'ysak 200 kiloga joy ochiladi, ya'ni yuk yuklab ketsangiz bo'ladi. Mana bu yerda qo'l tormozlari bu yoqda, oyoq tormozlari bu yoqda. Tormozlari faqat oyoqqa moslashtirilgan, oldiga orqaga yurish xususiyatlari bo'ladi akalar. Buni narxini akalar $800 aytib sotar edik paytida. Hozirgi chegirmamizda $720 ga turibdi. Taqalgan joyini $700 ga chiqarib beramiz akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu ham mana $700, 200 kilolik variantimiz. Xuddi shunday holatda akalar. Endi 300 kilolik variantimizda nima farqi bor deb ko'pchilik so'rashadi. Mana bortida farqi bo'ladi va mana joyi ancha keng bo'ladi. Qaranglar. Sidinadan keyin ham ancha joy bor. Buni sidinasidan keyin o'sha joy ozgina qolyapti. Bu yerda esa anchagina joyi qoladi akalar. 300 kilolik modelimiz akalar $900 baho aytib sotar edik, o'tib berar edik. Chegirmamizda $820 ga chiqardik. Hozirgi chegirmamizda esa $800 ga qilib beramiz. Ya'ni 300 kilolik modelimizni 200 kilolikni puliga qilib beramiz akalar. Bunga ham soni cheklangan, ulgurib qolishingizni tavsiya qilamiz. 32 likdan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan bo'ladi akalar. Xuddi shunday holatda. Ana endi mana bunday usti yopiq modelga qiziquvchilar bo'lsa, oldiga orqaga yuradi mana. Ko'rinish jihatdan juda ham chiroyli holatda. Mana. Xuddi Hindiston reshasiga o'xshashib ketadi. Orqa taraflari ham yopiladi va yonlarida tentlari bo'ladi. Tentlari bilan yopiladi akalar. Mana tormoz tizimlari bu yerda qo'l tormoz, oyoq tormoz, qo'lda ham tormozlari bor akalar. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, xo'p $1200 baho aytib sotilar edi. Hozirgi chegirmamizda $1050 ga qilib beramiz akalar. Akkumulyatorlari 32 likdan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan bo'ladi. Mana erkak kishilarga buni tavsiya qiladigan bo'lsak, xohlovchilarga mana ayol kishilar o'zgachasini qidirganlar bo'lsa, mana bunday ranglardan ham bor akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bundan tashqari katta skuterga qiziquvchilar bo'lsa, hozir katta skuterlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Xullas, assortiment juda ham keng akalar. Bemalol kelib, o'zingizlarga yoqqan skuterni tanlab, minib, sinab ko'rib olib ketsanglar bo'ladi. Mana bu modelimizni aytib o'tib ketdik. $600 baho aytib sotilgan edi. Hozirgi chegirmamizda $580. Boringlar ana 7 million so'mga chiqarib beramiz akalar. Shunday holat 6 ta akkumulyatorli bo'ladi. Ana endi mana bunday derski variantlarimiz bor. Sportivniy skuterlarimizdan tezligi 65 tezlikka ko'tarila oladi. Akkumulyatorlari 6 talik bo'ladi. Mana balonlariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Shunday holatda bo'ladi. Tormoz tizimlari jiddiy tormozlik. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsa akalar, hop, $650 baho aytib oz-moz o'tib beradigan joyi bo'ladi akalar. Xuddi shunday holatda. Mana bu yoqda ham skuterlarimiz terilish jarayonida va katta skuter qidirganlar bo'lsa, 500 kilolik va 1 tonnalik skuterlarimizdan bor, 3 ballonlik. Xuddi shunday holatda. Mana akalar. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu skuterlarimizni vodiy bo'ylab dastavka qilib berish imkoniyati bor, lekin dastavkamiz pullik bo'ladi. Toshkent va Voha taraflariga bo'lsa, buni yo'l puli qimmat bo'lib ketadi. Bu katta skuterligi uchun. Lekin 2 ballonlik skuterlarimizni O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Dastavkalarimiz pullik bo'ladi akalar. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa skuterlarimizni O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. Orientir aytadigan bo'lsak, mana bu taraf Shahrixon bozoridan kirib kelish hisoblanadi. Ya'ni stadion tarafga yurib kelish, Gai tarafga yurib kelganingizda chap qo'lingizda qabriston keladi. Mana qabristonni
ro'parasida joylashgan. Mana bu yerda Zo'r Kafel degan logotip bor. Bemalol kelib, o'zingizlarga yoqqan skuterlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Albatta, kanaldan ko'rdik deb kelsanglar, xudo xolasa shu aytilgan chegirma narxlarda qilib beramiz yoki boshqacha narx bo'lib qolishi mumkin. Shu sababdan albatta kanaldan keldik, Rek o'z YouTube kanalidan ko'rib kelyapmiz yoki YouTubedan ko'rib kelyapmiz desanglar, xudo xolasa o'sha aytilgan chegirma narxlarda qilib beramiz. Demak akalar, bu ma'lumot siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, xuddi shunaqa skuter qidirib yurgan yaqiningizga videoni ulashib qo'yishni unutmang. E'tibor uchun rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Doimo salomat bo'ling.